Biz tövəndə etiqadimizni himoya qilish, özümüz bilmasdan küfri söz və iş hərəkətlərə düşüb qalmasligimiz üçün İslamimizni buzib ötadigan, ya'ni iymondan chiqarib ötadigan bir qism söz və iş hərəkətlər haqida to'xtalamiz. Esimizdə bo'lsin, biz bu İslamimizni buzib ötadigan ishlarni boshqalarga hukm qilish uchun emas, o'zimizning shu ishlarga tushib qalmasligimiz uchun o'rganamiz. Chunki muayyan shaxsga kofirlik bilan hukm qilish intayin xatarlik, nozuk, inchki masala. Payg'ambar alayhissalom qandaq bir musulmon qarindishini kofir desa, agar u qarindishi kofir bo'lmay qolib qolsa, o'ziga yanadi deydi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhissalom qandaq bir odam bir musulmonni kofir desa, uni o'ldirib o'tganga o'xshash deydi. Vatanimizga islomni buzg'uvchi omillarga aloqador nurg'unlagan kitoblar va darsliklar kirgan. Lekin bu darsliklar va kitoblar to'g'ri shaklda shartlar bilan tushuntirilmagachga bir-birini kofir deydigan takbirchilar o'tirg'i chiqqan. Amaliyotda bir odamdan islomni buzadigan ishdan birisi sodir bo'lgan taqdirdami, u odamni bevosita kofir deb hukm qilg'ili bo'lmaydi. Chunki muayyan shaxs kofir deb hukm qilishda u odam u gapni bilmay deb saldimi, tili xato ketdimi, u gapni to'g'riga tortib tushunish ehtimoli bormi yo'qmi, xo'shliqdan yoki ochiqdan xudini yo'qitib deb saldimi, majburlandimi deganga o'xshash aniqlashga tegishli nurg'unlagan taraflari bor. Bizning ahli sunnat aqidasida bir odam dinga qandoq kirgan bo'lsa, nimaga ishonib kirgan bo'lsa, shuni inkor qilish bilan uningdan keyin dindan chiqadi. Cho'ng gunohlarni qilish bilan, shak bilan, gumon bilan boshqalarni kofirga chiqarish xavorijlarning aqidasi. Bizning aqidamiz emas. Men tuanda islomni buzg'uvchi bo'lgan omillardan bizga munosabatliklarni so'zlab o'taman. Birincisi Allah'ni inkar qilish yoki uningga shirk qo'shish yoki iymonning 6 shartlarining birini inkar qilish yoki shaklanish. Bu ishlar iymondan chiqaradi. Ya'ni Allah'ni har narsada yakkigan deb e'tiqod qilmaslik, iymonning 6 sharti bo'lgan Alloh, kitob, farishtalar, elchilar, payg'ambarlar, qazo, qadar, qiyomat kuniga o'xshash 6 iymonning shartining birini inkar qilish yoki uningda shaklansa iymondan chiqadi. Ikkinchisi aniq kofirlarni kofir deb e'tiqod qilmaslik. Ya'ni uning kofirligi quyosh tek aniq kofirlarnimi, balkim kofir olmasligi mumkin deb uni kofir demaslik bu iymondan chiqaradi. Masalan, Xi Jinpingni kofir demaslik iymondan chiqaradi. Ammo asli musulmon ham o'zini musulmon deb turadigan, ammo qilgan ishlari qarasa musulmonga o'xshamaydigan, ya'ni uning musulmon yoki emasligida shak bor kishilarni kofir demaslik bu iymondan chiqolmaydi. Nurg'ulg'an kishilar mush qismda xatolashib, ma'lum kofir yoki emasligida gumon bor kishilarni kofir deb hukm qilib o'tib, uningdan keyin ularni kofir demaganlarni kofir deb, oxirida o'zidan boshqa hamma odamni kofir deydigan takbirchilikka berib qolgan ahvol bor. Uchinchisi Allohni yoki uning payg'ambarini yoki Qur'on Karimdagi ma'lum bir oyatni yoki ma'lum bir hukmni masxara qilish iymondan chiqarib o'tadi. Agar uning Qur'onning hukmi ekanligini bilib turib, chaqchaq qilib masxara qilgan bo'lsa-mu, iymondan chiqib ketadi. Buning doirasiga bir odam Qur'onning uch hukmi bilan bir ishni qilgan bo'lsa, shu qilgan ishini masxara qilishimi kerak. Chunki u odamning qilgan ishi Qur'onning hukmi. U odamning qilgan ishini masxara qilganlik Qur'onning hukmini masxara qilganlik bo'ladi. To'rtinchisi Qur'onning hukmini va yo'lni bilib turib, boshqa bir hukmni yoki boshqa bir yo'lni uningdan yaxshiroq deb qarash va e'tiqod qilish iymondan chiqarib o'tadi. Beshinchisi islomdagi hamma odam biladigan uch hukmlarni bilib turib inkor qilish iymondan chiqarib o'tadi. Masalan, namoz farz emas, haroq harom emas, cho'shqa go'shi harom emas deganga o'xshagan so'zlar odamni iymondan chiqarib o'tadi. Oltinchisi islomni yoki islomdagi hukm yoki ma'lum bir ibodatni yomon ko'rish odamni iymondan chiqarib o'tadi. Yettinchisi islomga cho'ngchilik qilib amal qilmaslik. Ya'ni islomdagi hukmlarni bildi, shahodat etdi, musulmon bo'ldi. Ammo amal qilishga kelgan vaqtida men shunday ishlarni qilib yuramdim deb hakovarlik qilib, cho'ngchilik qilib boshlatgan bo'lsa, bu iblis qo'xshash iymondan chiqib ketadi. Ammo xo'shyoqmay, g'ururlik qilib amal qilmagan bo'lsa, gunoh sodir qilgan bo'ladi, ammo iymondan chiqib ketmaydi. Yuqorqi ishlar islomni buzg'uvchi, ya'ni odamni iymondan chiqarib o'tadigan ishlarning muhimlari, bulardan qattiq saqlanishimiz kerak va ogoh bo'lishimiz kerak. Atrofimizda kishilarni yuz berib qolsa, ularni ogohlantirishimiz, eskartishimiz kerak. Ammo ularni kofir deb hukm qilmaymiz. Nimishqa? Chunki uning u qilgan ishining yoki gapining kofir qilguvchi, ya'ni iymondan chiqaruvchi ish ekanligini bilishi shart. Uni boshqa maqsadda dedimi, boshqa yerga tortib tushangili bo'lamdi, bo'lmamdi, majburlandimi, tili xato ketdimi, ochiqdan yoki xo'shliqdan xudini yo'qitib deb saldimi deganga o'xshagan nurg'unlagan aniqlashga tegishli taraflari bor. Xulosasi muayyan shaxsga kofir deb hukm qilish qozining, muftining vazifasi. Bizning ishimiz emas. Bizning ishimiz yuqorqi ishlardan o'zimizni saqlash va atrofimizdagilarni ogohlantirish. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشو